أن تؤمنوا iymoningiz komil bo'lsinki, siz qilayotgan barcha ishlar shunchaki sabab xolos. Barcha ishlar asli kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lidadir. Shuning uchun ham gohida inson sababni mukammal bajarsa ham u natija bermasligi mumkin. Chunki barcha ishlar Allohning qo'lidadir. Misol uchun, qora sedana urug'i o'limdan boshqa barcha dardga davodir degan hadisning zohiriy ma'nosini oladigan bo'lsak, qora sedanadan foydalangan hech kim kasal bo'lmasligi kerak edi. Lekin aslida bunday emas. Aslida qora sedana sabab ekaniga shak shubha yo'q. Lekin mazkur sabab natija berishiga to'sqinlik qiluvchi mone bo'lgani uchun u natija bermasligi ham mumkin. Shuning uchun qanchalar bilimdon va ixlosli bo'lsangiz ham, ishingiz gohida siz kutgan natijani bermasa, bilingki, barcha ishlar Alloh taoloning qo'lidadir.